O'zbekistonliklar 17 Pro Max smartfonini sotib olishlari uchun 80 kun ishlab berishlari kerak bo'ladi. Ranking qizi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda yashovchilarga iPhone 17 smartfonini xarid qilish uchun o'rtacha 40 ish kuni talab etiladi. Bu hisob-kitob 2025-yilning birinchi yarmidagi o'rtacha oylik ish haqi 6 million so'mdan kelib chiqqan holda qilingan. Biroq yuqori versiya iPhone 17 Pro Max uchun holat ancha murakkab. Xalqaro bozorda uning narxi 1199 dollardan boshlansa, O'zbekistonda bu smartfonning qiymati kamida 23 million so'mdan boshlanadi. Ba'zi modellar esa 50 million so'mgacha yetmoqda. Shunga ko'ra, 23 million so'mlik modelini xarid qilish uchun o'rtacha oylik 4 oylik ish haqi talab qilinadi. Bu esa 75-80 ish kuniga teng. Solishtirish uchun Shveysariyada iPhone 17 Pro Max sotib olish uchun faqatgina 3 ish kuni kifoya qiladi. Singapur va Lyuksemburg kabi davlatlarda ham bu qurilmani oylik ish haqining 20% dan kamiga xarid qilish mumkin. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bunday raqamlar O'zbekiston va rivojlangan mamlakatlar aholisi o'rtasidagi xarid qobiliyatidagi katta farqni yaqqol ko'rsatib turibdi.